Bunaqa gaplar faqat bolalarda bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'tiradi ikkita dunyo siyosatini hal qiladigan ilm-fan darg'alari. Hech qanday cho'ntagida xemir yo'q. Oshna deydi, mabodo 1 million dollar bersa deydi. Mabodo 1 million dollar bu уже cheaterство, aldayapti уже. Boy odam kelib turib, qizini senga beraman, 1 million dollar beraman deyapti. Bir marta gaplashgan bo'lsa uylanib qo'yasan deydi. Endi 1 million katta pul, uylanib qolaman siz. Endi bir zerikishda baqircha-maqirchaga ham chiqishgan, uni 3-4 ta odam ko'rgan bo'laverami desiz. 1 million bilan eplasa bo'ladi desiz. Teshik bo'lsa-chi deydi, sirazi. Endi teshik bo'lmaydi-yu, to'g'ri kelmaydi-yu desiz. Endi narx ko'tarishni boshlaydi. 2 milliondan xuddi haligi boydi qizi ko'chada qolib ketyapti, biz ikkovimiz bo'lishib olishimiz kerak edi. Bu qiz bolada bunaqa narsa chiqmaydi-da, kelamon qaranglar mana. Feruz deydi, ha desam, ismingdagi 5 ta harfni almashtirsa dappa degan so'z paydo bo'lar ekan deydi. Voy, kallani qarang, o'zi ismim 5 ta harf. Luboyni almashtirib beryapti u. Bilan